Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Qulay hayot podkastining navbatdagi soni efirda. Biz bu galgi podkastimizda Adliya vazirligi tizimidagi raqamlashtirish jarayonlari haqida gaplashmoqchimiz va bugun studiyamizga aynan ushbu vazirlik tizimidagi mas'ul xodimlarni taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Yahyoxon aka xush kelibsiz. Sardor aka xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Bugun raqamlashtirish jarayonlari bilamiz. Barcha vazirlikda, idoralarda, tashkilotlarda faol olib borilyapti va aynan sizning tizimda, Adliya vazirligi tizimida bu jarayonlar qay darajada chuqur kirib borgan deb ayta olamiz? Avvalambor assalomu alaykum. Taklif uchun alohida rahmat. Yuqorida to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Raqamlashtirish har bir davlat tashkilotlari va idoralarida izchil davom ettirilmoqda. Muhtaram prezidentimiz boshchiligida mazkur sohada keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Shu bilan birga Adliya vazirligi tomonidan sohani raqamlashtirish, byurokratiyadan xoli qilish, ortiqcha qog'ozbozlik hamda korrupsiya omillariga nuqta qo'yish maqsadida raqamlashtirish borasida ham bir qator tizimli ishlar amalga oshirildi. To'xtalib o'tadigan bo'lsak, Adliya vazirligi tizimida o'z sohasi, ya'ni Adliya vazirligi tomonidan ish yurituvi davomida raqamlashtirish sohasi ham ancha jadal rivojlantirilgan. Sababi hujjatlarni elektron ravishda almashish, normativ hujjatlar huquq ekspertizadan o'tkazish jarayonlarini to'liq elektronlashtirish, shu bilan birga xodimlar ya'ni human resource HR tizimi ham to'liq bizda raqamlashtirilgan. Bu o'z navbatida ortiqcha ovoragarchiliklar hamda qog'oz sarflarini oldini olish, byurokratik bariyerlarni qisqartirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga Adliya vazirligining pirovard maqsadlaridan biri aholi va tadbirkorlik subyektlariga qulay, ixcham, shaffof tarzda davlat xizmati ko'rsatish hisoblanadi. O'z navbatida bu sohada ham tizimli ishlar amalga oshirildi. Xabaringiz bor. Dastlab davlat xizmatlari markazlari yo'lga qo'yildi. Keyinchalik mana mazkur davlat xizmatlarida dastlab ochilgan payti 37 turdagi davlat xizmatlari ko'rsatilgan bo'lsa, hozirgi kunda 510 taga yaqin davlat xizmatlari markazlari orqali ko'rsatilmoqda. Bu nimadan dalolat beradi? Ya'ni mazkur 510 turdagi davlat xizmatidan foydalanish uchun aholi yagona barcha tamoyil asosida, ya'ni faqatgina davlat xizmatlari markazlariga tashrif buyurgan holda amalga oshirishlari muvofiq. Avvalgi holatlar bilan solishtiradigan bo'lsak, oldinlari mazkur davlat xizmatlari elektron ravishda amalga oshirilmasligi, an'anaviy ko'rsatish shaklida har bir fuqaromiz yoki tadbirkorlik subyektlari tomonidan tegishli vakolatli organlarning o'zlariga borib, ortiqcha ovoragarchilik, qog'oz sarfi, yo'l kira xarajatlari yoki bir qancha muddat kutish, davlat xizmatini ko'rsatish sohasida nazorat amalga oshirilmasligi sababli mazkur holatlar sababchi bo'lgan. Hozirda mazkur tizimda keng ko'lamli ishlar amalga oshirilish natijasida soha ancha raqamlashtirildi. Sardor aka, aynan qaysi o'sha vazirlik tizimidagi aynan qaysi xizmatlar to'liq inson omilisiz ishlayapti deb ayta olamiz va bu jarayonlar insonlarning hayotiga qanchalik bir qulaylik olib kirdi va insonlarning hayotidagi qaysi jihatlarda ko'rinyapti? Xohlasangiz Yahyoxon aka siz to'ldirsangiz ham bo'ladi. Albatta, vakolatli organlar tomonidan davlat xizmatlari ko'rsatish sohasida bir qator tizimli ishlar amalga oshirilgan bo'lsa, shulardan biri sifatida avtomatlashtirilgan davlat xizmatlari ko'rsatish sohasida ham ancha yangiliklarimiz bor. Xususan hozirda mana 150 turdagi ma'lumotnomalarni aholi va tadbirkorlik subyektlaridan so'rash to'liq bekor qilindi. Bu o'z navbatida aholidan tasavvur qilishingiz uchun aholi va tadbirkorlik subyektidan talab qilinadigan 150 turdagi ma'lumotnomalar endi talab qilinmaydi. Bularning barchasi vakolatli organlar tomonidan raqamli hukumat elektron platformasi, ya'ni integratsiyalashgan platforma orqali avtomatik ravishda almashiladi. Shu bilan birga hozirda mana 30 turdagi ortiq davlat xizmatlarimiz avtomatik shaklda taqdim etib borilmoqda. Bu ham o'z navbatida bu nimani anglatadi? Bu fuqaro qaysidir davlat xizmatidan foydalanmoqchi bo'lsa, o'zini kerakli ma'lumotlarni to'ldiradi va natijasi tegishli axborot tizimlaridan solishtirilgan holda natijasi fuqaroga taqdim etiladi. Bu ham o'z navbatida oldinlari fuqarodan 2-3 kunlab kutishni talab qilgan vaqtlar endilikda avtomat, ya'ni real vaqt rejimida taqdim etilib kelinmoqda. Yana ko'pchilik juda ham minnatdor bo'lgan qaysi xizmatni misol keltira olamiz. Ya'ni oldinlari 5-6 kunlab, 2-3 kunlab vaqti ketgan, lekin hozirgi kunga kelib raqamlashtirish natijasida bir necha daqiqalar ichida o'sha xizmat ko'rsatish imkoniyati bo'lgan xizmatlarga. Endi misol qilib bu xizmatlarda oddiygina ma'lumotnomani ham misol sifatida aytsak bo'ladi. Oldinlari endi o'zingizdan xabaringiz bor.
narkologik dispanserda ro'yxatdan turish-turmasligi to'g'risida ma'lumotnoma olish kerak bo'lsa, fuqaroni o'zi o'sha markazga borib turib, qanchadir to'lovini to'lab, o'sha spravkani olish uchun 1 kun 2 kunlab kutardi, yana o'sha joyga qaytib borardi. Yoki bo'lmasa, fuqarolarning sudlanganlik, sudlanmaganlik to'g'risida ma'lumotnoma kerak bo'lsa, uni ichki ishlar organlari xodimlariga murojaat qilib, uni yana 2-3 kun kutib turib, shu spravkani olardi. Hozirgi kunda bo'lsa, fuqarolar Davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, mazkur toifadagi ma'lumotnomalarni olish uchun ariza rasmiylashtirganda, vakolatli organlarning tizimiga integratsiya qilinganligini inobatga olib, avtomat real vaqt rejimida mazkur ma'lumotnomalar shakllanadi. Buni fuqaro o'sha murojaat qilgan vaqtini o'zida ma'lumotnomani olib, bemalol o'zini ishini bitkazib ketsa bo'ladi. Tushunarli. Bunaqa misollarimiz juda ham ko'p. Bunaqa misollar juda ko'p. Bular endi nafaqat ma'lumotnoma yoki bo'lmasa boshqa xizmatlarda ham kuzatsak bo'ladi. Doim shu haqda gap ketganda, shu bir necha daqiqalarda olish biror xizmatni bir narsa esimga tushaveradi. 1-2 yil avval bu yerda o'sha uy xarid qilganimdan keyin doimiy ro'yxatga qo'ydirdim-da, lekin 7-8 yil, 10 yillar atrofida oldin qaysidir uyga doimiy ro'yxat tugul vaqtinchalik ro'yxatga qo'yish ham juda ham katta muammo edi. Lekin ana shu jarayonda xullas MyGov.uz portali orqali so'rov yubordim va 1 daqiqa yoki 2 daqiqa atrofida mobil telefonimga SMS keldi. Siz mana shu xonadonga doimiy asosda ro'yxatga qo'yildingiz degan. Juda ham 1 daqiqa, 2 daqiqa atrofida ketganda mana shu esimda qolib ketdi-da, ya'ni shunaqa raqamlashtirish haqida gap ketgandan doim esimga shu keladi. Va har bitta insonning muammosi bo'lib turgan narsalar, o'sha bir necha kunlab, oylab cho'zilgan ishlar albatta vaqt isrof qilmasdan qisqa vaqt davomida bajarilishi menimcha ularning kayfiyatiga ham, hayotiga ham ta'sir qiladi. Va bugun qaysi sohaga ko'p murojaat qilinsa, o'sha sohada bir e'tirozlar, takliflar, tashabbuslar, muammolar bo'lishi ham tabiiy. Adliya tizimida, Adliya vazirligining shu hududiy boshqarmalariga bo'ladigan murojaatlar va u yerga murojaat qilish jarayonida bir yuzaga kelgan bir e'tirozli holatlar bo'yicha to'g'ridan to'g'ri markazga murojaat qilish imkoniyati yaratilganmi? Biz davlat xizmatlari ko'rsatish sohasini har doim takomillashtirish borasida bir qator tizimli ishlar amalga oshiramiz. Shu bilan birga, ya'ni aholi va tadbirkorlik subyektidan feedback, inglizcha qilib aytganda feedback olish jarayonlari ham to'liq yo'lga qo'yilgan. Bu asnoda 1148 qisqa raqamli ishonch raqamlarimiz bor. Shu bilan birga Telegram botlari va hozirda imkoniyatlar yaratilgan. Qaysidir davlat xizmatidan foydalanganingizda xoh Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali bo'lsin, xoh davlat xizmatlari markazlari orqali bo'lsin, uni eng pastida mazkur davlat xizmatidan foydalanish jarayonlarida yuzaga kelgan holatlar bo'yicha xizmatni baholash tizimlari yo'lga qo'yilgan. Mazkur baholash tizimlari orqali biz keyinchalik chuqur tahlillar olib boramiz hamda xizmatlarni kelgusida yanada takomillashtirish, ularni optimallashtirish, ular xizmat ko'rsatish vaqtlarini qisqartirish bo'yicha ishlar amalga oshiramiz. To'xtalib o'tadigan bo'lsak, mana fuqarolarimizdan ko'p kelib tushgan savollar va takliflarni inobatga olgan holda eng ko'p hayotiy vaziyatga tushadigan kommunal xizmatlarni chuqur bir qator tahlil qilindi. Shu jumladan hozir davlat xizmatlari ko'rsatish jarayonlari proaktiv xizmat ko'rsatish jarayonlari hamda kompozit xizmat ko'rsatish jarayonlariga bo'linadi. Shu bilan birga avtomat ko'rsatilgan xizmatlar. Ya'ni fuqarolarimizga tushunarli bo'lishi uchun tushuntirib o'tmoqchiman. Proaktiv davlat xizmati qanaqa davlat xizmati? Proaktiv davlat xizmati ma'lum bir hodisadan keyin vakolatli organlar tashabbusi bilan aholi va tadbirkorlik subyektiga ko'rsatiladigan xizmat. Kompozit davlat xizmati bitta ariza orqali 2, 3 yoki undan ortiq bo'lgan davlat xizmatidan foydalanish imkoniyati yaratilgan xizmatlar turkumiga kiradi. Endi yuqoridagi savolingizdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, mana kommunal sohadagi davlat xizmatlarini biz proaktiv shaklga o'tkazdik. Ya'ni qaysilari hozir hammamizning uyimizda hisoblagichlar bor. Issiq suv hisoblagichi, elektr, gaz ta'minoti va boshqa sovuq suv hisoblagichlarni davriy qiyoslashdan o'tkaziladi. Yuridik shaxslar uchun 4 yil muddatda, jismoniy shaxslar uchun 8 yil muddatda. Ayrimlari undan ortiqroq. Ya'ni har bir toifa bo'yicha alohida muddatlar belgilangan. Endilikda fuqarolarimiz qiyoslash davri muddati yetib kelganda ular o'zlari markazlarga yoki Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat qilishlari shart emas. Bu jarayonlar endi to'liq kommunal xizmatlarni ko'rsatuvchi vakolatli organlar tomonidan proaktiv shaklda amalga oshiriladi. Ya'ni fuqaro aniq mana keyingi yil qaysidir muddatda sanada uni qaysidir hisoblagichga qiyoslashdan o'tkazish davriga keladi.
Bu axborot tizimida avtomatik ravishda ko'rinadi. Vakolatli organ bundan xabardor bo'lib, fuqaroga tegishli xabarnoma yuboriladi. Ya'ni vakolatli organ tomonidan mana shu kunda sizning uyingizga borgan holda davriy qo'slashdan o'tkazamiz degan. Fuqaro buni oladi, o'sha kunga tayyorgarlik ko'rgan holda mazkur jarayonlar amalga oshiriladi. Ya'ni fuqaro arizasiz murojaat bo'lyapti. Shu bilan qo'shimcha qiladigan bo'lsak, kompozit xizmatlar. Ya'ni aholini ko'p qiynaydigan, ya'ni hayotiy vaziyatida ko'p foydalanadigan xizmatlardan biri sifatida tug'ilishga alohida to'xtaladigan bo'lsak, tug'ilish kompozit xizmati 5 turdagi davlat xizmatini o'z ichiga oladi. Bola tug'ilishi, unga tegishli guvohnoma rasmiylashtirish, suyunchi pullarini berish, shu bilan birga onasi doimiy ro'yxatdan o'tgan manzilga farzandi ham doimiy ro'yxatga qo'yish, shu bilan birga yaqin o'zlariga qulay bo'lgan maktabgacha ta'lim muassasasi, ya'ni bog'chalarga navbatga qo'yish avtomatik ravishda kompozit shaklda amalga oshiriladi. Bu ham o'z navbatida mazkur jarayonlarni qilishimizda fuqarolardan kelib tushgan takliflar alohida o'ringa ega bo'lgan. Chunki aholi bevosita o'sha davlat xizmatidan foydalanadi, qayerda uchrayotgan, o'zini qiynayotgan savollar bo'yicha murojaat qiladi, biz uni tizimli tahlil qilamiz. Shu asnoda normativ hujjat loyihasi ishlab chiqilib, tegishli davlat xizmatini ko'rsatish bo'yicha ma'muriy reglamentlarga o'zgartirishlar kiritadi. Davlat xizmatini ko'rsatish uchun balki ko'pchilikka qiziq bo'lsa kerak, qaysidir davlat xizmatini ko'rsatish uchun belgilangan vaqt bo'ladi. Agar ana shu vaqtda aholiga ana shu xizmat ko'rsatilmasa, yo'qotilgan vaqt uchun ana shu fuqaroga qandaydir bir kompensatsiya to'lash tartibi ham bormi va bu javobgarlik kimning zimmasida bo'ladi? Yaxshi savol bo'ldi. Haqiqatan ko'pchilik fuqarolarni qiziqtiradigan savol. Misol sifatida aytib tushuntirib beradigan bo'lsak, biron bir fuqaro yoki bo'lmasa tadbirkorlik subyekti ma'lum bir davlat xizmatidan foydalanmoqchi bo'lib, o'sha normativ hujjatlarda belgilangan muddatlarda ko'rib chiqilishi, muddati buzilgan holatlar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni belgilangan muddatdan 3 kun o'tib ko'rib chiqiladigan taqdirda fuqarolar tomonidan davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilish yo'li bilan o'sha to'lagan yig'im bo'ladimi, davlat boji bo'ladimi, o'shani 50%ni qaytarib berish tartibi joriy qilingan. Bu o'z navbatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 62-69 sonli farmoni bilan belgilab qo'yilgan. Buni tartibi qanaqa bo'ladi? Ma'lum bir xizmatdan, misol tariqasida ma'lum bir litsenziyani olish xizmatdan foydalansa fuqaro, belgilangan muddatda ko'rib chiqilmaydigan bo'lsa, mana shu muddat buzilgandan keyin 3 kun o'tgandan keyin fuqaro to'g'ridan-to'g'ri davlat xizmatlari markaziga murojaat qilsa, shu to'lagan yig'imini 50% ni qaytarishga murojaat qabul qilinadi va bu Adliya vazirligining rivojlantirish jamg'armasidan 1 ish kunlik muddatda fuqaroga qaytarib beriladi. Mabodo shunday holatlar bo'lib qolsa, shu aytganingizdek 1 ish kunida avtomatik ravishda tushirib beriladi ariza kelgandan keyin. Uni bir qanaqadir sudga bir murojaat qilish, unaqa tartibda yo'q, to'g'rimi? Yo'q. O'sha arizani o'zida fuqaro o'zi murojaat qilib, o'ziga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni kiritadi arizada. Ya'ni plastik kartalari yoki bo'lmasa bank tranzit raqamlari, o'sha ma'lumotlar kiritilsa, bir ish kunida Adliya vazirligi tomonidan ariza ko'rib chiqilib, bir ish kunda qaytarib beriladi puli. Tushunarli. O'zingiz eshitdingiz, agar mabodo sizda mana shunday holat kuzatiladigan bo'lsa, ya'ni biror bir davlat xizmati sizga belgilangan muddat ichida ko'rsatilmasa, ariza qoldirsangiz 3 kundan so'ng bir ish kunida sizga 50% lik ana shu xizmat uchun chegirma taqdim etiladi. Ushbu xabarni boshqa yaqinlaringizga ham yuborib qo'ysangiz, menimcha foydali bo'ladi. Bir tushuncha bor, bu nafaqat Adliya vazirligi yoki davlat xizmatlari ko'rsatish tizimida umuman juda ko'p sohalarda ko'ramiz. Ya'ni ba'zilar onlayn xizmatlarga yoki bir shu hayotini yengillashtiradigan xizmatlarga doim ham ishonavermaydi. Ya'ni albatta borish kerak, ko'z-ko'zga tushish kerak, o'sha bosiladigan o'sha pechat yoki imzoni ko'zi bilan ko'rish kerak, qog'ozni qo'li bilan ushlash kerak. Shundagina ishonchli bo'ladi degan odamlarda bir tushuncha bor. Bu tushunchalarni parchalash uchun nimalar qilishimiz kerak? Odamlarga qanday bir yetkazib borish kerak? Nima deydi? Onlayn bilan bugun qog'oz holatdagini hech qanday farqi yo'qligini. Albatta o'rinli savol berdingiz. Hozirda mazkur holat bo'yicha ham bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga aholi va tadbirkorlik subyektlarining o'zlarining xohishlariga ko'ra mazkur davlat xizmatlari mana MyGov orqali, ya'ni yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali 780 dan ortiq davlat xizmati bo'lsa, davlat xizmatlari markazlari orqali 510 dan ortiq davlat xizmatlari bevosita vakolatli organga ham borib murojaat qilishlari mumkin. Vaholanki mazkur davlat xizmatlaridan elektron ravishda foydalanishda aholini
rag'batlantirish choralari ham ko'ringan. Ya'ni agarda fuqaro davlat xizmatlaridan qaysidir davlat xizmatidan foydalanmoqchi bo'lib, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ariza topshirganda umumiy to'lanadigan o'sha davlat xizmati ko'rsatish uchun to'lanadigan to'lovlarning 10% miqdorida chegirma qo'llash holatlari bo'ladi. Deylik, misol uchun qaysidir xizmatdan foydalanmoqchisiz, bu xizmat ko'rsatish narxi bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravar, ya'ni hozirda 412 ming so'm to'lov asosida amalga oshiriladi va sizga 10% lik chegirma qo'llanadi. Ya'ni 41 ming so'm atrofida chegirma qo'llanadi. Bu ham o'z navbatida aholining elektron ravishda davlat xizmatidan foydalanish ko'lamini oshishiga xizmat qiladi. Shunga asosan biz hozir so'rab qolardikki, aholidan, ya'ni uylaridan, ishxonasidan chiqmagan holda davlat xizmatlaridan elektron onlayn foydalansa yaxshi bo'lardi. Banklarga boraman odatda turli bir ishlar bilan bankka bormasa bo'lmaydigan bir jarayonlar, misol uchun valyuta ayirboshlash bo'lishi mumkin. Shunda navbatlarni ko'raman-da, Sardor aka, uzoq navbatlar turgan bo'ladi. Keyin bank xodimlaridan so'rayman, shuncha odam nimaga turibdi desam, kreditini to'lagan turibdi deydi. Ya'ni 500 ming so'm bo'ladimi, 1 million so'm bo'ladimi, kichik summadagi kreditlarni ham bugun qo'lda shuncha misol uchun mobil qurilmada to'lov imkoniyatlari bo'lsa ham bankka kelib aynan o'sha bankdan o'sha pechat bostirib to'lash, kassaga to'lashni hali ham odamlar shu tartibda to'laydi-da va buni natijasida bir necha soat vaqti, bugun vaqt qimmatli bo'lgan zamonda ketadi. Shuning uchun ham shu savolni bergandim. Va yana nimalar qilishimiz kerak deb o'ylaysiz? Odamlarni shunaqa qog'ozbozlikdan, o'zini ongidan qog'ozbozlikni chiqarib tashlash uchun. Mana hozir ko'p yangiliklarni aytdingiz, bitta tizimni o'zida misolida, lekin baribir odamlarning ongi o'zgarmaguncha biz ko'zlagan maqsadlar, niyatlarga baribir yetish qiyin bo'lib qoladi-da. Yana qanaqa ishlarni amalga oshirishimiz kerak, targ'ibot ishlari masalan? To'g'ri aytasiz. Bu masalada Yahyoxon to'g'ri aytdilar. Bundan tashqari Adliya vazirligi tomonidan va hududiy adliya boshqarmalari tomonidan siz aytganingizdek aholi o'rtasida targ'ibot, tashviqot ishlari ham amalga oshirilib borilmoqda. Hattoki davlat xizmatlaridan foydalanishda MyGov ilovasi orqali keng foydalanish bo'yicha tegishli ko'rsatmalar berilyapti. Bundan tashqari davlat xizmatlari markazlariga tashrif buyurgan holatda yosh aholi tarkibi ham keladi. Kelganda davlat xizmatlari markazlarida tashkil qilingan resepsiyonlarda davlat xizmatlari markazining direktorlari o'zlari faoliyatini olib boradi. Ana o'sha joylarda ham targ'ibot ishlarini olib borishadi. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak, aynan o'sha davlat xizmatlari markazida direktor kelgan yosh aholi qatlamiga MyGov portalidan, mobil ilovasidan foydalanish tartiblarini tushuntirishadi, undan ro'yxatdan o'tkazishi. Bundan tashqari har bitta davlat xizmatlari markazida tashkil qilingan o'ziga o'zi xizmat ko'rsatish burchaklarimiz bor. Undan ham foydalanish imkoniyatlarini ko'rsatishadi. Bir marta davlat xizmatlari markaziga kelib, fuqaro o'zi mustaqil shu xizmatdan foydalansa, ozgincha tushunchasi paydo bo'lsa, u uje bundan keyingi boshqa xizmatlardan foydalanishi o'zi amalga oshirishga qiziqib qoladi ham. Bu davlat xizmatlaridan foydalanish juda bir qiziq jarayon. Hozirgi kunda deyarli 80% davlat xizmatidan foydalanishda hujjat ilova qilinmaydi. Asosiy ma'lumotlar vakolatli organlarning tizimlari orqali integratsiya qilingan bo'lib, ulardan kelgan ma'lumotlarning o'zi tizim tomonidan to'ldirilib, arizani faqatgina tasdiqlab yuborish yetarli hisoblanadi. Hozir bilamiz, nogironligi bo'lgan shaxslarni ham jamiyatga qo'shish, shu aholi bilan bir xil faoliyat olib borishni, bir xil hayot kechirishni ta'minlash maqsadida har bir yo'nalishda bir rejali ishlar amalga oshirilyapti va sizning tizimda aynan nogironligi bor shaxslar va keksalar uchun bir alohida qulayliklar yaratilganmi? Ular ham emin-erkin shu xizmatlardan foydalanish uchun. Respublikamizda 208 ta davlat xizmatlari markazlari o'z faoliyatini amalga oshirayotgan bir paytda hozirda 190 dan ortiq davlat xizmatlari markazlarimiz zamonaviy bino bilan ta'minlangan. Aynan shu binolarda nogiron fuqarolar uchun qo'shimcha shart-sharoitlar yaratilgan. Bundan tashqari yaqin kunlarda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 157-sonli farmoni bilan ham qo'shimcha qulayliklar yaratildi. Bunda nafaqat nogironligi bo'lgan shaxslar yoki bo'lmasa keksalar, balkim 3 yoshga to'lmagan farzandi bilan murojaat qilgan ota-onalar aynan davlat xizmatlari markazlaridan navbatsiz xizmatdan foydalanish huquqiga ham ega bo'ldi. Bunda fuqarolarga, aynan shu toifaga kiradigan fuqarolarga navbatsiz davlat xizmatlari ham ko'rsatiladi. Shu bilan birga tizimlararo integratsiya qilingan platforma orqali tekshirilganda nogironligi bo'lgan shaxslarda 50% gacha chegirmali davlat xizmatlari
ham ko'rsatiladi. Buni tizimda avtomat tekshirib kelinadi. Bunda hech qanaqa inson omili rol o'ynamaydi. Davlat xizmatlari markazi xodimiga ham bog'liqlik joyi yo'q. Faqatgina o'sha tizimdan kelgan ma'lumot asosida murojaat etuvchi, ariza beruvchini nogironligi mavjud yoki mavjud emasligi tekshirilib, tizimning o'zidan to'lanish kerak bo'lgan to'lovni 50% miqdorida shakllanadi to'lovi. Adliya vazirligi tomonidan olis hududlarga ham mana shu targ'ibot tashviqot ishlari amalga oshiriladi. Ya'ni haftaning har chorshanba, payshanba kunlari alohida huquqiy axborot yo'nalishi bo'yicha targ'ibot tashviqot ishlari amalga oshiriladi. Ya'ni aholiga kerak bo'ladigan yuridik xizmat yoki davlat xizmatlari ko'rsatish bo'yicha sayyor xizmatlar ko'rsatilib, aholining kundalik hayotida amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan va aholi kayfiyatiga o'z aytganingizdek ta'sir qiladigan sohalar bo'yicha bevosita xizmatlar ko'rsatib kelinadi. Shu bilan birga mazkur davlat xizmatlarida ko'rsatish jarayonlarini yanada yaxshilash maqsadida o'tgan yili hech kim hujjatsiz qolmaydi bir martalik aksiya o'tkazdik. Adliya vazirligi tashabbusi bilan mazkur aksiya doirasida e'tibor berishingizni so'rardim. 116 ming nafar fuqarolarimizga va tadbirkorlik subyektlariga tug'ilish, o'lim, nikoh bilan, ajrim bilan va o'zlariga tegishli bo'lgan mol-mulkka oid hujjatlarni to'liq ya'ni ularga tiklatib berish imkoniyati yaratildi. 116 ming nafar fuqaroga tegishli hujjatlari tiklab berildi. Bu o'z navbatida targ'ibot ishlari amalga oshirildi. Mana hozirda televideniya orqali targ'ibot ishlari amalga oshiriladi. Shu bilan birga mazkur jarayonlarda yuqorida aytib o'tganingizdek ham davlat xizmati ko'rsatish uchun aholidan qanaqa feedbacklar olasizlar, takliflar olasizlar. Aholimiz hozirda ancha nima desa bo'ladi, aktiv. Davlat xizmatlari ko'rsatish sohasida bizga kelib tushayotgan takliflarda haqiqatdan o'rinli, haqiqatdan asosli zamonaviy takliflar berishadi fuqarolarimiz tomonidan. Ya'ni davlat xizmatini rivojlantirishda fuqarolarning ham o'rni katta. Ularda ham foydalanish ko'lami oshayotganligi sayin bu xizmatlarni mana aytganimdek praktik, kompozit shaklda ko'rsatish imkoniyatlari yana oshish bo'yicha takliflar kelib tushadi. Shu bilan birga qo'shimcha qiladigan bo'lsak, markazlarimizda imkoniyati cheklangan va og'ir ijtimoiy sohaga oid fuqarolarimizga ham bir qator yengilliklar yaratilgan. Shu bilan birga imkoniyati cheklangan fuqarolar uchun tegishli panduslar bilan o'rnatilgan markazlarga kirish yo'lakchalari, braille alifbolari bilan, ya'ni ko'zi ojiz fuqarolarimiz uchun braille alifbolari bilan to'liq jihozlangan markazlarimiz. Hozir ko'ryapmiz, sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish butun dunyoda trendga chiqyapti va bu qaysidir ma'noda bu texnologiyalardan samarali foydalanish kelajakni ham belgilab beradigan vosita sifatida ko'rilyapti va Adliya vazirligi tizimida sun'iy intellekt texnologiyalaridan qay darajada foydalanilyapti bugun, qaysi sohalarda, qaysi jihatlarda biz ko'rishimiz mumkin buni? Albatta bizda ham sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirmoqdamiz. Xususan, davlat xizmatlari ko'rsatish jarayonlarida sun'iy intellektga asoslangan chatbotlar ishga tushirilgan. Ya'ni sizga qaysidir davlat xizmatidan foydalanmoqchi bo'lib, so'rov yuborsangiz, misol uchun ID karta olish tartibi bo'yicha tushuntirish ber. Mazkur jarayonda mazkur chatbot avtomatik sun'iy intellekt vositalari yordamida ishlaydi. Sizga to'liq javobni beradi. Ya'ni qaysi hujjat bilan tartibga solingan, ko'rsatish muddati qancha, undiriladigan to'lovlar qancha, hammasi bo'yicha batafsil ma'lumot beradi. Shu bilan birga mana hozirda xabaringiz bor, ya'ni qonunchilik milliy bazasi, Lexus bazasida ham Lex.ai platformasi alohida o'rin tutadi va mazkur platforma ham ishga tushirildi. Ya'ni qaysidir jihatdan, qaysidir huquqiy hujjat bo'yicha tegishli savol bersangiz, o'sha jarayon bo'yicha qaysi hujjatlarda mazkur normalar ketganligi, o'zini ifodasini topganligi sun'iy intellekt vositalari orqali avtomat analiz qilinadi, real vaqt rejimida taqdim etiladi. Bu ham o'z navbatida aholining va tadbirkorlik subyektining o'sha qonunchilikdagi normalarni aniqlash sohasida ham ancha yengilliklar yaratilganligidan dalolat beradi. Bugun raqamli adliya sohasi qaysi mamlakatlarning tajribalariga yaqinlashdi, qaysi mamlakatlar tajribalari bilan parallel ravishda boryapti? Raqamlashtirish sohasi Adliya vazirligi tizimida ancha ilg'or va oldinga o'tgan desak bo'ladi, mubolag'a bo'lmaydi. Xususan bitta davlat xizmatchilari sohasida oladigan bo'lsak, mana bundan 2 yillar muqaddam Doing Business xalqaro toifasi yuritilardi. Mazkur toifada respublikada tadbirkorlik subyektlarini ro'yxatdan o'tkazish va ular tadbirkorlikni foishlash faoliyati uchun 5-o'rinda O'zbekiston Respublikasi turardi dunyoda.
dunyo hamjamiyatida e'tiborni qaratadigan bo'lsak, doing businessni boshlash uchun. Ya'ni tadbirkor subyektini ro'yxatdan o'tkazish va ularni biznesga tezroq kirgizish maqsadida qilingan ishlar natijasi hisoblanadi. Shu bilan birga mana biz hozir markazlar faoliyatida kelib chiqadigan bo'lsak, tizimlashtirish orqali bevosita Ozarbayjon Respublikasi yoki Estoniya davlatlari, Moldova, Yevropa davlatlaridagi xizmat ko'rsatish jarayonlarini ham chuqur tahlil qilgan holda mazkur hozirgi jarayonlarni yanada elektronlashtirish, inson omilini kamaytirish bo'yicha bir qator tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Ya'ni dunyoda yetakchi davlat xizmatlari ko'rsatish sohasida yetakchi davlatlardan biri sifatida tan olinadi O'zbekiston Respublikasi. Sababi mamlakatimizdagi mazkur amalga oshirilgan ishlar ham bizdan ham o'rnak olib ketayotgan yoki bizdan tajriba almashib ketayotgan davlatlar talaygina. Bizga mana xorijiy davlatlardan o'zimizni ya'ni hamkasblarimiz kelgan holda bizda mana shu ma'lumotlar, mana bunaqa jarayonlar bo'yicha tegishli ko'rsatmalar yoki tajriba almashib ketishadi. Keyingi 5 yil ichida aynan O'zbekistonda raqamlashtirish borasida davlat xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha O'zbekiston qaysi darajaga chiqadi deb hisoblaysiz? Hozirgi qo'lingizdagi bor bir ma'lumotlar, rejalar asosidagi fikrlaringiz. Bizda oldimizga tegishli ustuvor vazifalar belgilangan. Xususan 2028-yilga qadar yagona interaktiv davlat xizmatlari portali va davlat xizmatlari markazlari orqali ko'rsatiladigan xizmatlar sonini 900 taga yetkazish. O'zi bizda respublikamizda mavjud davlat xizmatlari hozirda 1030 tadan ortiq tashkil etib turibdi. Mazkur xizmatlar sonini 900 taga yetkazish vazifasi belgilanyapti. Ya'ni deyarli 3% ga elektronlashtirish. Shu bilan birga aholidan talab qilinadigan 30 turdagi ma'lumotnomalar hujjatlarni yanada bekor qilish. Mazkur ma'lumotnomalarni raqamli hukumat idoralararo integratsiyalashuv platformasi orqali so'rab olish. Aholidan talab qilmaslik. Shu bilan birga aholi gavjum joylari va olis hududlarda interaktiv kiosklar bilan ta'minlash 1100 dan ortiq. Ya'ni bu mazkur kiosklar alohida zamonaviy tusdagi kiosklar hisoblanadi, ya'ni davlat xizmatlaridan foydalanish imkoniyatini yaratadigan. Ya'ni markazga borish, tashrif buyurish shart emas. Bu aholi gavjum joylarda o'rnatiladigan katta gipermarketlar yoki kutubxonalar, ko'l markazlarimizda mana sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llagan holda yanada ularni rivojlantirish, davlat xizmatlarida praktik ko'rsatiladigan xizmatlar sonini, kompozit ko'rsatiladigan xizmatlar sonini oshirish, avtomat ko'rsatiladigan xizmatlar sonini 30 dan yanada ko'proqqa oshirish masalalari. Shu bilan birga oldimizda yana maqsadlar turibdi. Yana 200 dan ortiq davlat xizmatini 3 qadam tamoyili hamda foydalanuvchi uchun moslashgan tamoyil asosida qayta ko'rib chiqish. Mazkur jarayonlar ham davlat xizmatidan ko'rsatish muddatlarini, ya'ni foydalanish muddatlarini amalda misol uchun 5-8 daqiqa yoki 2-5 daqiqa bo'lsa, undan ham kamroqqa tushish imkoniyatlarini yaratadi. Sohada mana shu ustuvor vazifalarimiz sifatida belgilangan, ya'ni to'liq aholi va tadbirkorlik subyektlari tomonidan davlat xizmatlari ko'rsatish sohasida byurokratik barrierlarni qisqartirish va qog'ozsiz tizimga o'tish, qog'oz tizimga o'tish maqsadida mazkur ustuvor yo'nalishlar belgilandi. Shu borada hozir tizimli ishlar amalga oshirilyapti. Sardor aka, siz ham bu boradagi xulosaviy fikrlaringizni eshitsak bo'ladi. Ya'ni o'sha sohani to'liq qog'ozsiz shaklga o'tkazishga qancha vaqt talab etilishi mumkin taxminan? Bizani qancha vaqt talab etishi mumkin deb savol beryapsiz, lekin adliya tizimi уже 4-5 yildan beri qog'ozsiz tizimga o'tishni boshlagan va bu jarayon amalda foydalanib kelinmoqda. Misol tariqasida Adliya vazirligi tizimida tuman bo'ladimi yoki hududiy boshqarmalarda yoki Adliya vazirligidami qog'oz deyarli ishlatilmaydi. Hattoki fuqarolardan kelib tushadigan murojaatlar yoki bo'lmasa boshqa tashkilotlardan keladigan xat hujjatlarda ham qog'oz ishlatilmasdan faqatgina tizim orqali hujjat aylanadi va o'sha hujjatlar tizim orqali imzolanadi QR kod bilan. Bundan tashqari davlat xizmatlari markazida ham deyarli hamma davlat xizmatlari tizim orqali shakllanadigan ma'lumotlarga tayanadi. Davlat xizmatlari markazlarida fuqarolarga qulaylik yaratish maqsadida QR adliya tizimi joriy qilingan, ya'niki bu qanday foydalaniladi, qanday ishlatiladi. Misol tariqasida ma'lum bir fuqarolar, tadbirkorlik subyektlari davlat xizmatidan foydalanishga davlat xizmatlari markaziga tashrif buyurganda ularga xizmat natijasida shakllangan ma'lumotnoma yoki hujjatni chop etib berish shart bo'lmay qoldi. Ya'ni o'sha QR adliya tizimidan foydalanib
siz misol uchun xizmatdan foydalansangiz, o'sha QR adliyadan foydalanib, telefoningizga o'sha hujjatni tashib berishadi. Nafaqat hujjat, balkim borib murojaat qilganingizda elektron raqamli imzo kalitini ham olishingiz mumkin. Alohida fleshka olib kelib yurmaysiz. QR adliya tizimidan foydalanib, o'sha fleshkani elektron raqamli imzoni ham olishingiz mumkin. Bu o'z navbatida fuqarolarni qog'ozlarni ko'tarib yurish ovoragarchiligini oldini oladi. Bundan tashqari tizimda ortiqcha qog'ozlarni sarflanishi cheklanadi. Yahyoxon aka, Sardor aka, bugungi tashrifingiz uchun, qimmatli ma'lumotlar uchun katta rahmat va o'ylaymizki, bugungi aytilgan rejadagi fikrlar ham yaqin kelajakda o'z namoyon bo'ladi va xalqimiz ifodasini topib, xalqimizni bir turmushida, hayotida o'z aksini ko'rsatadi. Bugungi suhbat uchun katta rahmat. Menimcha tomoshabinlarimiz uchun ham juda ham foydali bo'ldi. Rahmat. Rahmat. Rahmat.